Xitoy Kompartiya raisi Shi Jinpingning bir necha yil burun aytgan Sharq yuksaldi, G'arb zavolliqqa yuzlandi degan so'zi G'arb taraqqullarida kuchli inkas paydo qilgan edi. Analizchilar bu so'zni Shi Jinpingning Xitoyni 21-asrdagi darajadan tashqari kuchli davlat qilish orzusining ifodalanishi deb qaragan edi. Xitoyning davlat taraqqullarimi Shi Jinping davridagi buyuk muvaffaqiyatlarni to'xtamay tashviq qilgan. 2018-yili Mening davlatim qaltis degandek tashviqot filmlarini bozorga solgan edi. Keyin Xitoy hukumatı tashviqot ministrligi bu filmni qo'yishni to'xtatib qo'ygan bo'lib, buningga hech qanday izoh bermagan. Kuzatchilar buning sababini Xitoy bu film orqali Amerikaning oldiga o'tib ketadigandek ta'sir berib qo'yishdan, Amerika bilan bo'layotgan savdo jangida ig'ir ziyon tortib qilishdan saqlanish uchun deb tahlil qilgan edi. Ma'lum bo'lishicha, Xitoyning 2019-yildagi eksport sommasi 2 trillion 600 milliard dollarga yetgan bo'lib, Amerikaning 2 trillion 500 ming dollarlik eksport sommasidan oshib ketgan. Angliyaning Yevropa ittifoqidan chekinishi, Amerika iqtisodining Covid yuqumi mazgilida zarbaga uchrashi qatorliq bir qator sabablar G'arb dunyosi savolliq yuzlanayotgandek, Xitoy kuchayayotgandek ta'sirot paydo qilgan. Ammo Wuhandan yamirgan Covid virusi va 2022-yil qattiq ijro qilingan qamal siyosati Xitoyning o'zinimi iqtisodiy zarbaga uchratgan bo'lib, 2023-yil kirgandan buyon Xitoy iqtisodining ozroq o'rlash ko'rilgandan keyin yana tuvallaganligi va bir izda to'xtab qolganligi Xitoy hozir duch kelayotgan eng cho'ng krizis bo'lib qolgan. Amaliyotda Xitoy iqtisodini bu holga olib kelgan bosh rolchi Shi Jinping bo'lib, uning davlat korxonalarini yo'lab xususiy korxonalarga zarba berishi, bir balvoq bir yo'l qurilishiga haddidan ziyoda mablag' selib, Xitoyning davlat xazinasini quritishga boshlaganligi Xitoyni krizisga yuzlantirayotgan tub sabab deb qaralishga boshlagan. Yaqinda siyosat jurnalida e'lon qilingan Xitoy nemishqa G'arb dunyosi o'ylagandek uncha kuchli emas nomli maqolada Shi Jinpingning iqtisodiy siyosatlarining G'arb korxonalarini qoyil qilolmayotganligi hamda G'arb siyosatchilarini baldurroq qo'shini tepishga undayotganligi tahlil qilingan. Bu maqolada berilgan uchurlarga qaraganda Xitoy Yevropa savdo jamiyatiga a'zo 1700 korxona va shirkat ichida Yevropa shirkatlari ko'p sonliqni egallagan. Tekshirish davomida ularning ichidagi 570 shirkatning Xitoyga bo'lgan ishonchining tuvallab ketganligi ma'lum bo'lgan. Bir qism G'arb shirkatlari boshqa davlatlarga qiziqqan. Yana 11% korxona Xitoydan ayrilishni qaror qilgan. Maqolada ko'rsatilishicha, Coviddan keyin Xitoyning umumiy ishlab chiqarish qiymatining tuvallashi, uy mulk bozorining kasatlashishi, yoshlarning ishsizlik nisbatining xatarlik saviyaga tushib qolishi, Alibabaga o'xshash xususiy korxonalarning besimga uchrashi, chet elning va Xitoyning nurg'un shirkatlarining Shi Jinpingning so'lchil ahmoqona bema'ni siyosatlaridan norozi bo'lishi va hukumatga ishonmasligi, ba'zilarining chet elga mablag' yo'tkishi, Xitoydagi ichki ehtiyojning tuvallab bozorning sovib qolishi, ya'ni Xitoy iste'molchilarining Covid mazgilidan burunqidek pul xarjlamasligi Xitoyning iqtisodini texmo cho'ng krizisga yuzlantirmoqda ekan. Agar bu krizis davomlashsa, Xitoyning G'arb ellari o'ylagandek kuchli davlat bo'la olishi mumkin emas ekan. Amerikadagi siyosiy analizchi Gordon Chang bu vaqtda to'xtalib mundaq dedi. The Communist Party has not been dealing with structural economic problems for decades. Kommunist Xitoy necha 10 yildan beri iqtisodiy qurilma masalasini yaxshi hal qilolmadi. Shunga buningdan keyingi iqtisodiy yuzilnish Xitoyga davomli foydasiz bo'ladi. Xitoy shuncha uzun vaqtdan beri tadbir qo'llanmag'achqa iqtisod va pul muomala sistemasini tuzaydigan unumli chorasi qolmadi. Iqtisodiy krizisning oldini olish siyosatlari, iqtisodni jonlantirish planlarimi vaqtliq tadbir bo'lib, u faqat Xitoyning tuzilma xarakterlik masalasini texmo og'irlashtirib o'tadi va Xitoyni texmo qiyin ahvolga qo'ydi. They just aggravate the country's structural problems, making China's difficulties even more intractable. Gordon Chang apandi Xitoy iqtisodining cho'kishidagi sabablarni Shi Jinping hokimiyatiga bog'lab mundaq deydi. Unfortunately for the Chinese people, Xi is reimposing state controls and closing their country off from the world. Xitoy xalqining hozir ko'rayotgani davlatning hammani qaytadan kontrol qilib olishi va dunyodan yiroqlab ketishi. Bu siyosatlar Xitoy iqtisodini, Xitoyning ishlab chiqarish kuchini ojizlatmoqda. Xitoy hokimiyati hozir haqiqiy ma'noda o'zini halok qilmoqda. Xitoy hozir chet elning mablag'i va texnikasiga to'liq muhtoj. Ammo Shi Jinpingning chet el dushmanligi chet el shirkatlarini Xitoydan qochirdi. Texnikalik kuchga ahamiyat beradigan Xitoy amaldorlari bu bir necha oydan beri ularga tarbiya ishlab hech kimni ishondiramadi. Xitoyning gapi boshqa, qilayotganlari boshqa. Xitoy hozir Mao'zedong ideyasi bo'yicha harakat qilyotdi. U holda chet elliklar albatta qochib ketadi. And its actions are Maoist.
Maoism, of course, scares foreigners. Kolumbiya Universitetining tadqiqotchisi, savdo va siyosat analizchisi Matti Fulko 9 avgust kuni LinkedIn to'rida baho yozib, kommunist Xitoy hokimiyatining zavolliq davriga kirganligini, buningdagi birinchi sababning Shi Jinpingning so'lchil hokimiyatlik siyosati va xalqarodan zarba yeyotgan iqtisodiy ekanligini tahlil qilgan. Ondan Shi Jinpingning bu siyosiy, iqtisodiy, diplomatik krizisni hal qila olishiga ishonmaydiganligini bildirgan. Amerikadagi siyosiy analizchi Andres Korepandi Xitoy iqtisodining tuvallishining yaxshi ahvol ekanligini bildirib, mundaq dedi. China is slowing down slightly from COVID. It's decreased about to around, Xitoy iqtisodining ish sur'ati ostilab qoldi. Agar Xitoy hukumatining sonliq ma'lumotlariga qaraydigan bo'lsangiz, u taxminan 2 hassa tövalladi. Burun 10% dan ish mang'atdi. Bir necha yil avval 5.7% tushdi. Bundaq mustabid va irqiy qirg'inchilik yurgizguchi hokimiyatning iqtisodining cho'kishi yaxshi ahvol. Bundaq deyishimdagi sabab, bundaq ahvolda Xitoy tahdid paydo qilolmaydi. Chunki Xitoy hozir yadro qurollarini tez sur'atda taraqqiy qildirib, yadro kuchini oshirishga hassilab mablag' selyapti. It's doubling down on its nuclear forces. Ammo Andres Korepandi Xitoy iqtisodining tuvallishini tahdidning ozlishi deb qarashga texi baldurlik qiladiganligini, Xitoyning yana kuchayib tahdid paydo qilishi mumkinligini bildirib, mundaq dedi. And if you think about it, it's a very small percentage in terms of growth decrease, and compared to the rest of the world, China is still growing faster. Boshqa davlatlarga selishtirganda Xitoyning iqtisodi garchi ozroq tuvallagan bo'lsa-mu, davlat kuchi yanada ishyotidi. Shunga u yanada intayin xatarlik dushman. Uning ozroq bexudlik qilsak, beshimizga balo-yopat yog'idi. Biz Xitoy iqtisodi chekindi, xatar azaydi deb xo'sh bo'lib, o'zimizni mag'lubiyatga duchor qilmasligimiz kerak. Xitoy mustabid Putinga, Shimoliy Koreyaga, Ironga va irqiy qirg'inchilik yurgizgan Efiopiya bilan Birmaga yordam qilayotgan bir davlat. Ular yanada cho'ng tahdid. Biz bu ishga har qanday vaqt tikidimmi, bak jiddiy qarshimiz lozim. Remain a threat, and we need to take them just as seriously, if not more seriously, than we ever have. Xitoyning iqtisodiy mo'jizasining oxirlashishi Amerika va G'arb ellari uchun Xitoyni ojizlatishning bir yaxshi fursati bo'lishi mumkinmi? Andres Korning qarashicha, hozircha aldirab xo'sh bo'g'ilmaydi. Bayden hukumatı shundaqla Yevropa davlatlari texi Xitoyga qattiq zarba berish yo'lini tutmadi. U mundaq dedi. We are going to have to bite the bullet and take some risks and really put our foot down. Biz cho'qim chidab bo'lsa-mu, ba'zi xatarni ustimizga elishimiz, maydonimizni mustahkam qilishimiz kerak. Mencha buning eng yaxshi usuli Xitoy bilan bo'layotgan sodini cheklash, yerim o'tkazgich o'zakni qattiq kontrol qilish. Ya'ni Xitoy bilan urush qilmay turibmi, biz qila oladigan nurg'un ishlar bor. Xitoyning mustabidligini, qo'shnilarga tajovuz qilishini, irqiy qirg'inchilik elib berishini qat'iy qabul qilmaydiganligimizni har vaqt bildirishimiz kerak. Territorial aggression against neighboring countries. We don't accept genocide. Siyosat jurnalida e'lon qilingan bu maqolada aytilishicha, Xitoy iqtisodining har yili 10% dan oshadigan davrning qaytib kelishi tas ekan. Hozirgidek 5 yoki 5.5% lik eshish Xitoyning hargiz burunqi yo'l bilan taraqqiy qila olmaydiganligini ko'rsatdi ekan. Hozir Amerikadan boshlab Yevropagacha rahbarlarning hammasi Xitoy iqtisodining qarablashidan keladigan xatarni qandoq tugitishni muhokama qilishga boshlagan. Germaniya bosh ministri Olaf Scholz Xitoyning kelgusi iqtisodidan ansirashga boshlagan. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron Xitoyning Ukraina masalasidagi maydonini tanqidlagan. Italiya bosh ministri Giorgia Meloni Xitoyning bir balvoq bir yo'l planidan chekinmoqchi bo'lgan. Mana bular Xitoyning davomli yuksalish va dunyoga kengayish tushining osonlikcha amalga oshmaydiganligini ko'rsatgan. Hamda Shi Jinping tutgan yo'lning Xitoyni hamon zavolliqqa elib mangdiganligidan ishorat bergan.